Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun dinimni o'rganaman. Imonning shartlari, savol-javob va hikoyalar degan kitobni yana qo'limga oldim. Huzuringizga ikki parcha hikoya sunaman. Biri boy bo'lishni tilagan Salobaning oqibati. Yana biri Heytda Peygamberimizning bir yetim qizni xush qilishi. Marhamat, oldi bilan birinchi parcha hikoyani o'qib beray. Boy bo'lishni tilagan Salobaning oqibati. Payg'ambar alayhissalomning do'stlaridan Saloba Payg'ambarimizning suhbatlariga qatnashatdi va ko'p ibodat qiladi. Bir kuni Saloba Payg'ambarimizning yoniga kelib, Allah'ның payg'ambari, Allah'qa duo qil, menga ko'p mol bersin, dedi. Payg'ambar alayhissalom, Saloba, hozirgi ahvolingga va qo'lingdagi pul molga shukr qil, dedi. Bu gap bilan Saloba qaytib ketdi. Ammo bir muddatdan keyin yana Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, Allah'ның payg'ambari, men ko'p pul milib bo'lskan deyman. Allohga duo qil, menga ko'p mol bersin, dedi. Payg'ambar alayhissalom, Saloba, menga o'xshash bo'lishga rozi emasmisan? Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar tog'larning oltin va kumush bo'lishini tilagan bo'lsam, tilakim ijobat bo'ladi. Ammo men xolimidim, dedi. Bu gap bilan Saloba qaytib ketdi. Ammo bir muddatdan keyin yana kelib, Allohning payg'ambari, men uchun Allohga duo qilsang, menga ko'p mol bersa, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, u mol bilan faqir, yo'qsullarga ko'p sadaqa beraman, dedi. Payg'ambar alayhissalom Allohga shukrisini ado qila olmaydigan oz mol hisobini bera olmaydigan ko'p moldan yaxshidir, dedi. Saloba duo tilab qilib ching turib olg'ashqa, Payg'ambar alayhissalom, Alloh, Salobaga ko'p mol bergin, deb duo qildi. Saloba xush bo'lib ketdi. Bir qo'y oldi. Bu qo'y nihoyatda tezla ovudi. Endi Madina uningga kichik kelishga boshladi. Madinadan chiqib, yaqindagi bir yayloqqa yerlashdi. Bu kunlarda peshin va asr namozini masjidda o'qib, boshqa namozlar uchun kelolmaydigan bo'ldi. Vaqt o'tgan sari mollari texmi ko'paydi. Saloba yana bir oz yiroqqa ketib yerlashdi. Endi 5 vaqt namoz uchun masjidga kelolmaydigan bo'ldi. Faqat juma namoziga kelalaydi. Mollari davomli ko'payib. Shunda qilib juma namoziga kelolmaydigan bo'ldi. Madinaning xabarlarini Madinaga ketib kelgan karvonlardan anglaydi. Bir kuni Söymlik payg'ambarimiz Saloba nima ish qilyotgandigando deb so'radi. Do'stlari, Allohning payg'ambari, Saloba bir qo'y setib olgan edi. Mollari ovib ketdi. Shunga mol varonlarini o'tlatish uchun Madinadan yiroqlashdi, dedi. Payg'ambar alayhissalom, sit Saloba. Hey Saloba, deb pichirladi. Ulug' Allah boylarning mollaridan zakot elib, kambag'allarga va muhtojlarga tarqitib berish kerakligi haqida oyat nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom zakot yig'ishga 2 kishini mas'ul qildi. Ularga zakot yig'ishga mas'ul qilinganligi yozilgan bir tonishtirish yozib, Salobaga va palon pukun kishilarning yeniga berib, zakot elib kelinglar, dedi. Zakat yig'ishga tayinlangan 2 kishi Salobaning yeniga berib zakat berishni aytdi va Payg'ambar alayhissalom bergan to'nishtirishni ko'rsatdi. Saloba, sizlarning deganinglar musulmon emas kishilardan elinadigan xirojga o'xshash bir narsa o'xshaydi. Men buning nima ekanligini tushuna olmadim. Hozir ketib
İşleringlar tugaganda qayta kelinglar, dedi. Zakat berish talab qilingan boshqa bir kishi bo'lsa, zakat yiquvchilarning keladiganligidan oldin ola xabar topgan edi. U to'ygilarning eng esillarini xillab, ularni zakatga ayirib, tayyorlab, taq qilib qo'ydi va zakat yiquvchilar kelishi hamon ularga berdi. Zakat yiquvchilar uning bu esil muomalasini ko'rib, to'ygilaringning eng yaxshilarini bermasangmi bo'ladi. Bularni berishingni xohlamaymiz, dedi. U kishi, "Yo'q, bularni elinglar. Men bularni o'zim chin ko'nglimdan rozi bo'lib berdim. Bularni zakatga ayirib qo'ygan edim", dedi. Zakat yiquvchilar uning bu mollarini oldi va Salabaning yeniga qaytib bordi. Salaba, "Shu tonishtirishni menga takror ko'rsatinglar", dedi. Zakat yiquvchilar tonishtirishni qayta ko'rsatdi. "Sizlar talab qilgan zakat musulmon emas kishilardan elinadigan bojga o'xshaydi. Hozir ketib turinglar, men yana o'ylab boqay", dedi. Zakat yiquvchilar ketib, payg'ambar alayhissalomning yeniga bordi. Söyümlük payg'ambarimiz ulardan gap so'ramasdinla, "Sit Salaba", dedi. To'ygilarining esillarini tanlab zakat bergan heliqi kishiga mollarining texmo ko'payishi barakati uchun duo qildi. Zakat yiquvchilar Salabaning va heliqi kishining qilganlarini payg'ambar alayhissalomga xabar qildi. Bu haqda ulug' Alloh Salabani ayblab bir oyat nozil qildi. Bu chaqda payg'ambar alayhissalomning yenida Salabaning yiqinlaridan biraylan bor edi. Salaba haqida nozil bo'lgan oyatni Salabaga deb qo'yish uchun uning yeniga bordi. Uningga, "Sit sana Salaba, va'dangda turmaganliging uchun Alloh seni ayblab bir oyat nozil qildi", dedi. Salaba payg'ambar alayhissalomning yeniga keldi va zakat mollarini qabul qilishni o'tindi. Ammo payg'ambar alayhissalom, "Alloh sendan zakat elishimni ma'ni qildi", dedi. Buni anglab Salabaning ko'ngli qattiq bearam bo'ldi va beshiga to'p chetishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom, "Buni sen o'zing talab qilding. Ilgari seni bir qancha qitim ogohlantirsam, gapimni anglamading. Boyliq seni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Halbuki Alloh sana bergan ko'p moldan piqirlarning haqqini berishing kerak edi", dedi. Tamam. Nasihatlar. Birinchi, mol va avlodning yaxshisini tilash lozim. Hesabını berəlaydigan mal və avloddan Allohga sig'inib panoh tilashimiz kerak. Ikkinchi, qo'l ilkimizdagi ne'matlarga shukr qilishimiz va zakatini berishimiz lozim. Salaba, "Boy bo'lsam ko'p sadaqa beraman" deb va'da qilgan turug'liq gapida turmadi. Boyliq Alloh va insonlar oldidagi majburiyatlarimizga to'sqinlik qilmasligi kerak. Zakat haqida Qur'on Karimda, "Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan", deyilgan. Sura Tavba 103-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom, "Mollaringlarni zakat bilan qo'g'danglar. Kasalliklaringlarni sadaqa bilan saqaytinglar. Bala qazoga duo bilan taqobil turinglar", degan. Endi diqqatinglarda ikkinchi parcha hikoya Hayitda payg'ambarimizning bir yetim qizni xush qilishi. Madinada bir Hayit atdigani edi. Sevimlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hayitlashish uchun uylarga kirib chiqib atdi. Hamma kishi shod-xuram edi. Hayitda eng xushal bo'ladiganlar albatta kichik bolalar edi. Balalar hayitlik yangi kiyimlarini kiyib, xushal holda uyoq bu yoqqa chepishib o'ynab yuradi.
Барлық балалар етнің хошлықыда күліп, ойнап жүргенде, сөйімлік пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам бір бұныңда бойныны қысып, міскен олтырған бір қыз баланы көрді. Бұл қызның киімлері кона вә ямақ түшкен айқы ертік еді. Сөйімлік пайғамбарымыз бұл қошал күнде бір бұныңда бойныны қысып олтырған бұл қызның еніға келді. Қыз қолларда yüzünü etib elib, yığlab atdatdı. Сөйімлік пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам құшпырақ гүл пұрайдыған нұрлық қолыны мехри шапқат белән қызның бешіға қойды. Вә еқімлік бір авазда, «Балам, бұл хетта немешқі йығлайсың?» деп сорды. Қыз қаттық ұқтартты вә бешіні көтерместін sual sorğuçının kim ekenligigimi qaramastın sözləşke başladı. Bu mübarek bayram günüde barlıq balalar ata-anası bilen birlikte heyitlişip şatxoram oynawatıdı. Mən dadamni əslep yığladım. Ötken yılqı heytda dadam biz bilen billa edi. Mağa yeni kiyim keçek ve ayaq elip bergen edi. Mən xoşal edim. Dadam muşu yıqında Peygamberimiz bilen birlikte cihatqa ketdi ve onun yenida gazat qılıp ahiri şehit boldu. Hazır dadam yok. Mən yetim qaldım. Mən yığlamay kim yığlasın? dedi. Bunu anlagan söyümlük Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam qattiq təsirləndi. Kiçik yetim kızның beşini şefkat bilen sılap, "Balam, göz yaşını sürt, beşini köter, bana qara. Senin dadan bolsam maqul demsin. Fatime, Açan, Ayşe raziyallahu anhalar anan bolsun, bulamdı?" Bu sözlerini anlagan kiçik yetim kız yığılaştın toxtab teңir qapla qaldı. Demek özü derdini tökken kişi aslida suyumlik Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam ikendi. Hayacandan neme deyişini bilelmedi. Maqul deyiş üçün beşini asta langıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin qoludan tutup onun öyiga ketip atqanda kichik yetim qizning xo'shliqi ichiga patmay qolgan edi. Kichik qizni tutib mang'an Peygamberimizning yipakdek yumshoq qo'llaridan u qizning qalbiga go'yo baxt, saodat suvlari taramlab iqiyotgandek edi. Bu his tuyg'ular bilan Peygamberimizning uyiga yetib kelganda, uydagilar bu yetim qizni qizg'in qarshi oldi. Yuz ko'zni yuyib, sochlarini taridi. Çıraylık kiyimlerini kiydirip yassıdı. Qorsqını toyg'izdi. Qo'liga heytlik pul berdi. Andın başqa balalar bilen oynasun deb sirtqa chiqardi. Balalar çıraylık kiyim kiygen, yüzleri xoşallıqda külüp parlap turgan bu qizga intayin havaslendi. Ba'zileri chidayolmay, "Hey kichik qiz, nima bo'ldi sana? Ko'ngling nimacha xush?" deb so'radi. Kichik qiz kiyimlarini va heytliqini ko'rsatib mundaq dedi. "Mening bir dadam bo'ldi. U shundaq bir dadiki, dunyoda tangdishi yo'q. Yana qalbi mehr shafqat bilan to'lgan Oyisha onam bor. Chechimni taraydigan, kiyimimni kiydirdigan bir Fatima ocham bor. Bu sababdan ko'nglim bak xush. Dünyada en baxtli qizman." Nasihatlar. Söyümlük Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam kim heyt günü balalarga yeni kiyim kiydirip çıraylık yasap koysa, kıyamet günü Allah mı onu şundak yasap koydu degen. Söyümlük Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam Allah'ның nazarida öýlerinin en yaxşısı yetimlerini mehman qılgan, ularga bir narsa bergen öýdür degen.
Sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetimning beshini silab, uning holidan xabar olgan kishi jannatda men bilan birga turadi degan. Hürmetli qarindoshlar, Ramazan iyi tamamlanish oldida turibdi. Har biringlarning bu Ramazan iyini xayrlik o'tkazgan bo'lishinglarga tilakdoshman. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Amon bo'laylik. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2026-yili Ramazonda unga elinib tayyorlandi.